Assalomu alaykum. Pina blogdan uyqulaman, umrat qilaman deganlar uchun bugun Pina blogini ishlab chiqarish jarayonini ko'rsatamiz. Birinchi o'rinda gipsimiz Buxoro kogondan keladi, yaxshi sortli gips. Xo'p, buni hammasini xaltasini og'zidan ochib, yigitlarimiz tayyorlab qo'yishibdi, ishlatish uchun. Mana bu holatda qo'yiladi va bu bochkamizda qorib olinadi va keyin qorib olingan holatida buni usti chiroyli qilib shfatilla tekislandi. Va bu 20-25 minut turgandan keyin mana bu holatda olinadi bu. Mana hozir tumbalarimiz olinmoqda. Ko'rsatish mumkin. Buni razmeri 20 sm ga 19 sm. 19,5 sm ga 20,5 sm aslida. Men yarim santimetrlarni qo'shib aytmadim hozirda. Hozir bu yerda 3 ta tumbamiz chiqyapti. Yana bitta tumbamiz bor va yana 2 dona latogimiz bor. Qaysi holatda chiqadi deb qiziqqanlar uchun. Hozir bu ikkita bochkamizda zagodovka qilinadi, qoriladi. Bittasi zagodovka bo'lsa, bittasida qoriladi. Bu yerda sement bakimiz, sementimiz bu yerda qaltadan to'kilib, davka qilinib qo'yiladi va qo'shiladi. Sementimiz ham Abu Sahiyda Toshkentdan, keyin vodiydan keladigan 450 marka Plus sementlarni ishlatamiz. Zakaz qilishingiz mumkin. Qashqadaryo, Chiroqchi, Sharsabz, Kutobga dastlabki qilib beramiz va butun Qashqadaryo bo'ylab ham dastlabki qilib beramiz. Kelishilgan holda murojaat uchun telefon nomerlarimiz 97lik 587 3040. Keyin Rossiyadan telefon qilayotganlar, uyda oilam, o'zim Moskvadan deganlar uchun ham yetkazib beryapmiz. O'sha Moskvadan telefon qilib, uylarning adresini berishadi, faqat uylariga borgandagini tushirib olishadi xolos. Biz uylarigacha olib borib, o'sha mashinalarga ham yo'l pulini o'zimiz to'lagan holda dastlabkasi bepul. Cheklanmagan miqdorda zakaz qilishingiz mumkin.